7-mikrorayon Asp-Gardon yo'l yoqasidan yangi shikarli domdan ajoyib ikonali uy chiqaryapmiz. Bog'cha, maktab, magazin barchasi mahallagacha domingizni tagiga to'g'izib, birinchi zal xonasi bo'lyapti. Mana bunaqa kattagina 3 metrli, 3,5 metrli balkonida ham ega. Plashatka deysiz-ki, shunday domni tagiga bemalol ko'rib, bachalarni ko'rib turasiz to'g'izib. 65 metr kvadrat balkonidan tashqari birinchi zal xonasi bo'lyapti. Mana bu esa ikkinchi spalni yotoqxonasi, barcha jihozlari bilan sotiladi. Uy parda, qandil, qo'llargacha qilib qo'yilgan. Kirasiz, yashaysiz. Mana bu glavni eshigimiz bo'lyapti. Kirdagi prixoshkasi, o'ng qo'lda esa birinchi eshigi mana bunaqa sanuzel bo'lyapti. Patologigacha kafelari qilib qo'yilgan. Oxirgi eshigimizda esa kuxnya bo'lyapti. Mana bunaqa yaxshi mebellardan qilib qo'yilgan to'g'izim. Xonadon narxiga arziydi to'g'izim. Lokatsiyani qaytarib o'taman. 5-mikrorayon Asp-Gardon yo'l yoqasidagi 7-mikrorayon tomondagi yangi domladan bo'lyapti. 5-qavatdan 47.900 kama bor to'g'izim. Pastda nomerlar qoldiramiz, qo'ng'iroq qiling. Ajoyib xonadon.